قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz 10-darsni o'qiymiz. Bugungi darsimizda sizlarga asosliq o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun biz arab tilidagi kelima, ya'ni so'zni 3 turga bo'lgan: ism, fe'l, harf deb. Endi biz ismni tushundirdik va undan boshqa ismninki qurilma jihatda mu'arrab va mabni deb ikkiga bo'linganligi, aniq va aniqsizlik jihatda ma'rifa va nakira deb ikkiga bo'linganligi haqida so'zladik. Endi biz bugun ismninki fe'llardan yasaladigan shakli va fe'llarninki tüp ism shaklidan iborat bir qancha xil turlar bilan tanishamiz. Bugun birinchi qilib o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun shu. Qaraydigan bo'lsak, Muhammad Xolid bular ism. Qanday ism? Sarih ism. Ya'ni ochiq ism. Endi siyam, qiyam. Ro'za tutish, qiyamda turish. Bular qanday ism deganda, bular masdar sarih deb ataymiz. Bular ochiq tüp ism. Ochiq tüp ism. Bu üstündeki ochiq ism bo'ladi ekan. Aslındaki ochiq tüp ism bo'ladi. Endi ochiq tüp ism degan nima deganda, tüp ism deganimiz uningdan fe'llar shaxchilanib chiqadigan ism. Fe'llar asli tüp ismdan shaxchilanib chiqadi. Ya'ni masdardan shaxchilanib chiqadi. Masalan, siyam desek sama yasumu sum. Qiyam desek qama yaqumu qum degan bu fe'llar mana shu masdardan turinib chiqadi. Lekin buning masdari tüp ismi, ya'ni bu ismlar to'pig'i tabi. Bu masdarni qanday masdar deydiganmiz? Ochiq masdar deymiz. Endi 3-chi xil ismlar var. O qanday ism deganda ular masdar muavval, ta'vil qilingan tüp ism. Ta'vil qilingan tüp ism degan qanday deganda, ya'ni o'zgartirilgan tüp ism deb tushunsanlar bo'ladi. O'zgartirilgan tüp ism. Bu asli ism emas. Fe'ldan oldiga ma'lum omillarni akirish orqali biz nimaga o'zgartgan? Tüp ismga o'zgartgan. Masalan, Same yasumu. Yasumu olsa ro'za tutadi degan bo'ladi. Endi buning oldiga en kirsak, bu enni biz nima deb ataymiz? En masdariyya. Masdarga o'zgartiradigan en deb ataymiz. Yasuma bo'lsa ro'za tutishi degan bo'ladi. Yaquma bo'lsa qo'posh, qo'push. Xuddi qiyam degan ma'noda. Yasuma siyam degan ma'noda. Mana shuningga o'xshash bugun ismninki yangi turi bilan tanishdik. Birincisi ismi sarih. Sarih ism deganimiz arab tilidagi sap, asli o'lchamlik ochiq ismlar. Muhammad, Xolid, kitobi, qalam deganga o'xshash. Ikkinchisi masdar sarih, ochiq tüp ism. Ismlar ichidagi fe'llar turinib chiqadigan masdarlar. Qiyam, siyam, qavlun deganga o'xshash. Üçüncüsü masdar muavval, o'zgartirilgan masdar. Fe'ldan oldiga masdarlikning anni akirish orqali buni biz nimaga o'zgartgan? Masdarga o'zgartgan. Shunga buning ma'nosi mo ro'za tutish, qo'posh, ya'ni o'rnidan turish degan ma'noda bo'ladi. Ya'ni buningda vaqt qum bo'lmaydi. Vaqt qum bo'lmagan narsani bo'ladi, bu ism bo'ladi. Endi qaraydigan bo'lsak, siyamukum. Siyam bo'lsa ro'za tutish, siyamukum bo'lsa sizlarning ro'za tutishinglar degan bo'ladi. Bu yerdagi siyam qanday ism bo'ladi? Masdar sarih, ochiq tüp ism siyam. Shunda bu yerda o'tdik. Kum endi bu muxatab kishilik almash. Ikkinchi shaxs ko'plik, erlik kishilik almash. Sizlarning ro'za tutishinglar degan bo'ladi. Endi biz mushu masdarni masdar muavval shaklda ifodalagan bo'ladi. Masalan, siyamukum ro'za tutishinglar. An tasumu desak ro'za tutishinglar degan bo'ladi. O'xshash bir ma'noda. Enni akirishdan ilgari sama yasumun chiqqan tasumu bo'lsa ro'za tutisizlar. Ro'za tutisizlar degan kelgusi zamonni bildiradigan, unda vaqt qum bo'lgan fe'l mudoriga tabi bo'ladi. Buning oldiga en akirish bilan birga nima o'zgaraydi? Masdar muavval o'zgaraydi. An tasumu bo'lsa ro'za tutishinglar deb. Bu yerdagi muxatab g'oib qanday fe'lninki? G'oib fe'lning oldiga en akirsak, g'oib ma'nodagi masdarga o'zgaraydi. Muxatab ma'nodagi mudori'ning oldiga anna kirsak, muxatab ma'nodagi masdar muavvalga o'zgaradi. Xuddi
tasumu muhattab erlik köplüki. Bunu aldık en nekir ödüknün buldu. Roz tutuşunlar buldu. Hem de siyamuhum ulanın roz tutuşu. Ulanın gayib şunda o. Hem de bu mehende bir mesele muavveliyesi makşı bolsak. Çoğum gayib erlik. Bir yerdeki hum degen damir gayib erlik köplük boğaçka. Biz mu fiil mudari'nin ki gayib erlik köplükünün aldığı en nekirimiz. Yani yasumu roz tutu yasumuna'nın aldığı en nekirimiz en nekirimiz. Ne boludu? Eyyasumu ruz ulanın ruz tutuşuya degen boludu. Mesler gözgep gidiyordu. Asli tasumu tasumune aldı ahırının ba nun ba. Bu ennin girişin ahırı nun çıkıp gidiyordu. Nemi için? Bu meslerinin eni fiil mudari'nin ahırına kanda kılıyordu? Zivar kılıyordu. Fiil mudari'nin ki ikilik ve köplükide zivarlıkın alametinin bilen buladı. Nun'un küçük geçilen buladı. Yani en tasumu eyyasumu. Birlikte eyyekume de zivar okuludu. Demek biz mesler muavvelne yani fiil mudaratın yasap çıkıdığın mesler muavvelne kimki hitap kılmakçı olsa, gayb hitap kılmakçı olsa, gayb yılının aldığı en nekirimiz. Birlik ademge demekçi olsak, birlik şekilde mani çıkarmakçı olsak, birlik erlik şekilde aldığı ekimiz. Demek biz kanda manada, kanda revişti şekilde mesler muavvelnesi makşı olsak, şu şekildeki fiil mudarının aldığı en nekirimiz, ahirki nun kana kılıdı, taşlanıdı, köplük ve işkilikte. Birlikte ahirisi ziveri gözgüreydi. Mana bu bugünkü dersimizdeki birinci ügetmekçi boğan mezmuni. Siyamukum ruz tutuşunla. En tasumumucu ruz tutuşunla. Siyamuhum ulanın ruz tutuşu, eyyasumu ulanın ruz tutuşu. Okşaş bir maninde. Bu mesler sarih, bu cu mesler muavvel. İkinci ügetmekçi boğan mezmun Arap tilda cümle çoğun cihetten mundaq iki türgü bölünüdü. İsimlik cümle ve fiillik cümle. İsimlik cümle degen nime? İsimlik cümle degenimiz isim bilen başlangan cümle. Fiillik cümle degenimiz fiil bilen başlangan cümle. Yani isimlik cümle degenimiz tunci başlangan kelimesi, sözü isim bolsa biz bu cümle dep ataymiz, isimlik cümle dep ataymiz. Tunci başlangan kelimesi yani sözü fiil bilen başlangan bolsa biz bu cümleni fiillik cümle dep ataymiz. El cümletul ismiye, cümle ismiye degenimiz hiyelleti sadruha ismun sarihun أو مؤول أو حروف مشبهة بالفعل. Cümle ismiye degenimiz hiye o onun ki beşeda sadru degen beşeda ismi sarih boğunu. İsmi sarih degenimiz nime o? Muhammed zehebe desek Muhammed ketti. Bu bir cümle. Bu cümle isimlik cümle mi, fiillik cümle mi dese bu Muhammed degen ismi sarih ile başlandı. Onda olsa bu qanday cümle eken? İsimlik cümle eken. Ya ki muavvelen yani mesler muavvelen demekçi. İsmi sarih degenin içige meyli o mesler sarih olsun, meyli ismi sarih olsun. Mesela siyamukum hayrul lekum desek, sizlerin roz tutuşuna sizler için yaxşı desek mesela siyamukum. Bu bir cümle oldu. Siyamukum hayrul lekum. Endi bir yerde siyamukum degen bu mesler sarih ile başlandı. Bu mu ne oldu? İsimlik cümle oldu. Muavvel degenen mesler muavvelden başlanıp qalğan takdirde mu? Mesela en tasumu hayrul lekum. Roz tutuşunla sizler için yaxşı desek, bu yerda en tasumu hayrul lekum. Bu isimlik cümle mi, fiillik cümle mi? Elbette isimlik cümle. Çünkü bu en tasumu degen asli tasumuna degen fiil mudari aldığı meslerge özgertidigan ennin kirişi bilen mesler muavvelge özgerip ketidi. Mesler muavvel degenimiz isimning topuğu tava. Şunun için bu isim bilen başlangan cümle bulup cümle ismiye buludu. Endi ya ki muşabbihatun bil fi'li. Huruf muşabbihatun bil fi'li. Fiilge oxşap ketadigan harfler bilen başlangan bolsa-mı bu nimege tava boludu? İsimlik cümlege. Fiilge oxşap ketadigan harfler qaysi? Inna, anna, kaanna, lakinna, leyta, la'alla. Mana muşula biz huruf muşabbihatun bil fi'li deb öğrengen. Muşula bilen başlanıp qalğan bolsa-mı? Mesela innallaha gafurun desek, Allah mağfiret qılğucu desek, bu cümle inni bilen başlandı. Hem biz bu cümleni isimlik cümleden doq, fiillik cümleden doq, elbette isimlik cümledemiz. Yani cümle ismiye degenimiz onun başında ismi sarih, mesder sarih, mesder muavvel yoki mushabbih huruf mushabbihatun bil fi'llarning biri bilan boshlangan bo'lsa, biz bu cümleni nima deymiz? Cümle ismiye deb ataymiz. Endi cümle fi'liye degancha
Cümle fiiliye deganimiz hiyellati sadruha fi'lun tam aw naqis. Cümle fiiliye deganimiz uning beshida tam fi'log'ini yoki naqis fi'log'ini. Endi demak fi'ldan boshlangan bo'lsa, buni bo'ladi jumla fi'liya. Endi fi'llarni mushu ismlar bo'linganga o'xshash to'liq fi'l, kamtuk fi'l deb ayriladi. Biz buni o'rgangan. To'liq fi'l deganimiz zahaba, jalasa degan ma'filarni biz deymiz, to'liq fi'l deymiz. Naqis fi'l degan qaydoq deganda xuddi kaniga o'xshash. Kana. Ya'ni u o'zining ma'nosini ifodalashda bir ismliq jumla qanday bo'ladigan ehtiyojliq bo'ladigan. Kamtuk fi'l. Meyli o kanu bilan boshlangan bo'lsin, meyli zahaba bilan boshlangan bo'lsin, meyli yezhab bilan boshlangan bo'lsin, meyli izhab degan buyruq bilan boshlangan bo'lsin. Demak, meyli tam fi'l, normal fi'l bilan boshlangan bo'lsin yoki naqis fi'l bilan boshlangan bo'lsin, bu qanday jumla bo'ladi? Jumla fi'liya bo'ladi. Uchinchi qilib ketmoqchi bo'lgan mazmun af'ali shuru'. Arab tilida af'ali shuru' deb bir fi'llar bor. Af'ali shuru' degan nima? Af'ali shuru' degan boshlash fi'llari. Bir ishni boshlaganligini bildirish uchun keladigan. Masalan, tabula, tafiqa, ja'ala. Tafiqa, ja'ala degan qilg'ili boshladi, atkili boshladi degan ma'nosi bor. Ikkilisining. Buni biz boshlash fi'llari deb ataymiz. Buning qanday xususiyati bor deganda, bu kaniga o'xshash ismisini pesh qiladi deymiz. Ya'ni kaniga o'xshash xususiyati bor. Ammo buning bir o'xshamaydigan tarafi, endi kanininki xavri ism kasimi bo'ladi, fi'l kasimi bo'ladi. Ammo tafiqa ja'alaning xavri qanday kelish kerak? Fi'l kelish kerak. Masalan, tafiqal mudarrisu yaktubu desak, o'qituvchi yozg'ili boshladi degan bo'ladi. Tafiqa boshladi, o'qituvchi yozadi. Ya'ni yozg'ili qanday qildi? Boshladi degan bo'ladi. Ja'alal valadu yabki. Bala yig'lig'ili boshladi. Demak, mashinaga o'xshash. Bugungi darsimizdagi asosiy grammatikalik mazmunlar shu. Endi biz darsimizni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsul 10. 10-dars. Rannal jarasu va bada'atil hissatul khamisa. Qo'ng'iroq chalindi va 5-soatlik dars boshlandi. Marrat 10 daqiq aw akthar va lam ya'ti al-mudarris. 10 minut o'tdi yoki ko'proq. O'qituvchi kam edi. Saimat tullabul intizara. Zirikdi o'quvchilar saqlashdan. Saima zirikdi, rayandi degan gap. O'quvchilar saqlashdan zirikdi. Va tafiqu yataharrakuna min amakinihim. Va tafiqu, tafiqani bitta boshladi. Yataharrakun harakatlangilar. O'rlaridan harakatlanishga boshladi. Va ya'bathun va ahamiyatsiz ishlarni qilishga boshladi. Abita degan gap ahamiyatsiz ish qildi, foydasiz ish qildi degan gap. Fa ba'duhum ularning ba'zi waqafa yaxtub. Turib xutba o'qig'ili leksiya so'zlagida boshladi. Ya'ni turib xutba o'qiydi. Va ba'duhum ularning ba'zi ja'ala yaktubu ala sabura. Do'stga xat yozg'ili boshladi. Dakhala al-muraqibu faj'atan wa qala. Nazoratchi, ya'ni kuzatchi kirib faj'atan tuyuqsiz kirib va qala va dedi: "Ma hada? Bu nima? Amrukum fawda." Ishinglar qalaymaqon. Fawda degan qalaymaqon. Ka'annal fasla suqun, xuddi sinib bazaradek. Isma'u, anglanglar. Inna mudarrisakum maridun. Haqiqatan sizlarning o'qituvchinglar kasal. Falam yahdurul yawm. Fa sababiyaning. Shuning uchun lam yahdurul yawm. Bugun kam edi. Fayumkinukum az-zihabu ila al-maktaba. Fa'an yumkinukum mumkin bo'ladi sizlarga berish kitobxonaga. Avil insiraf ila al-mahaji. Yoki yatqinlarga qaytish mumkin bo'ladi degan gap. Sizlar kitobxonaga borsanglarmi bo'ladi, yoki yatqinlarga qaysanglarmi bo'ladi. Va an tadhhabu ila al-maktabati khayrun lakum. Kutubxonaga berish sizlar uchun yaxshi. Kharajna min mabna al-ma'had. Institutning binosidan chiqdik. Kana as-sa'atu ath-thaniyata 10 va nisf. Soat 12:30 edi. 12:30 bo'lgan edi. Ra'a ba'd zumala'i an na'uda mudarrisana al-marid. Ra'a degan gap, ko'di degan gap shunday-ku. Buning yana yangi bir ma'nosi to'g'ri topdi, to'g'ri deb qaradi degan gap. Ra'a.
tapdı bazı savaqdaşlarım kesel o'qituvchimizni yo'qlashni. Faqultu lahum an men dedim ularga leysal vaqtu munasiban lil iyada. Yo'qlashning munosib vaqti emas. Sanauduhu ba'da salatil asr inşallah. Allah xolisa asr namozidan keyin uni yo'qlaymiz. Qalu dedi ular ar-ra'yu ra'yak. Ya'ni ra'y degan gap fikr degan gap. Fikr sening fikring. Demak, sening deganingdek bo'lsin degan gap. Ar-ra'yu degan gap fikr degan gap. Qarash fikr degan gap. Fikr sening fikring degan gap. Sening gaping gap degan gap. Tamarin ko'nikmalar. Ajib anil as'ilatil atiya. Tuvandagi savollarga javob bering. Bu tekstga asosan beradigan javoblar. Buni sizlar o'zingizlar ishlaysizlar. Birinchisi, lima lam yahdurul mudarris, o'qituvchining uchun kamidi. Man allazi samaha lit-tullabi bil insirab, o'quvchilarga qaytishga ruxsat bergani kim? Kam kanat as-sa'atu indama kharaju min mabna al-ma'had, institut binasidan chiqqanda ular soat qancha bo'lgan edi? İkincisi, biz dersine 5'e tushuntirganimizda cümle ya ismiye buludu veya ki fi'liye buludu. Fel cümletul ismiye, cümle ismiye deganimiz o 5'ede hiyelleti sadruha degan, onun 5'ede bo'lgan. Nim bo'lgan? Birinchidan ismi sarih bo'lgan. Ismi sarih deganimiz ochiq, oshkor ism, xuddi Allahu g'afurun deganga o'xshash. Bu cümle 5'ede Allah degan lafzi bo'ldi. Bu unda bo'lsa cümle ismiye ekan. Hadihi madrasatun, bu maktab. Ana mujtahidun, men tirishchan. Qaraydigan bo'lsak, hammasidagi 5'ida kelgan so'zlar qanda sarih ismlar. Ikkinchisi 5'ida masdar muavval kelgani. Birinchidan ismi sarih kasimi jumla ismiya bo'ladi, ikkinchidan masdar muavval kasimi jumla ismiya bo'ladi. Va antasumu khayrul lakum. Ro'za tutishinglar sizlar uchun yaxshi. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda va antasumu nima bo'ldi? Masdar muavval bo'ldi. Yani antasumu deganimiz taqdiruhu, uni taqdir qilsak nima bo'ladi? Siyamukum degan bo'ladi. Sizlarning ro'za tutishinglar degan bo'ladi. Uchinchidan harfi mushabbihatun bil fi'l bilan boshlangan bo'lsa-mu jumla ismiya bo'ladi. Innalloha g'afurur rahim deganga o'xshash. Al ahruful mushabbihatu bil fi'l hiya inna va akhawatuha. Endi fe'lga o'xshab ketadigan harflar qaysi deganda, ular inna va uningki qarindoshlari. Inna, anna, ka'anna, lakinna, layta, la'alla. Wal jumlatul fi'liya hiya allati sadruha. Jumla fi'liya deganimiz hiya allati sadruha, uning beshida bo'lgan. Nima bo'lgan? Birinchidan fi'l tam bo'lgan. To'liq fe'l bo'lgan. Xuddi tala'atish shamsu, kun chiqdi deganga o'xshash. Bu jumlaning beshidan bo'ldi. Tala'at degan fe'l bo'ldi. Fe'l tam bo'ldi. Fe'l tam degan nimadir? O'zining ma'nosini ifodalashda jumla ismiyaga ehtiyojliq bo'lmaydigan. İkinciden fi'li naqis bo'lsa-mu, jumlaning beshida bu jumla fi'liyaga tava bo'ladi. Xuddi kanal javu baridan. Havo sovuq edi. Kana bo'ldi edi degan gap. Buni biz naqis fe'l deymiz. Nima uchun? Bu o'zining ma'nosini to'liq ifodalashda bir ismli jumlaga ehtiyojliq bo'lganligi uchun. Af'al naqisa degan qaysi deganda u kana va uningki qarindoshlari deydi. Al jumla. Cümle ismiye ve cümle fi'liye. Cümle ismiye deganimiz Allahu gafur, entasumu hayrul lakum, innallaha gafur. Cümle fi'liye tala'at şemsu, kanal javu baridan deganga o'xshash. Buni tushungan bo'lsanglar, istaxrij ma fi ad-dars min al-jumal al-ismiya wa ayyin naw'a as-sadr fi kulli wahidin minha deydi. Darsdagi cümle ismiyalarni chiqiring va ayyin va muayyanlashtiring. Onundan her birideki 5'inin türünü, yani cümlenin 5'inin türünü muayyanlaştırın deydi. Dersden cümle ismiyeni çıkarımız. İsim bilen başlangan cümleni çıkarımız. Ondan keyin şu isimlik cümlenin 5'i dikkagini ismi sarih mu, masdar muavval mu bunu ayrısıyla. İkinciden dersden cümle fi'liyelerini çıkarın ve onun her birideki 5'i dikkaginin türünü muayyanlaştırın. Cümle fi'liyeni tekstin tapsila. Ondan keyin bu fi'l tam bilen başlangan cümle fi'liyamu yoki fi'l naqs bilan başlangan cümle fi'liyamu bunu ayrısıyla. Tapşırıq sizlarga. Üçüncüsü havvilil masadiril varidete fil cümelil ate ila masadir muavvala. Biz fi'l mudari'ni masdar muavvalga aylandırışını tushundirdik. Şu qoida bo'yicha tuandagi cümlede kelgan masdarlarni masdar muavvalga o'zgarting deydi. Havvil o'zgarting.
Baqa'uka huna fil utlati ahsanu lak. Qarang. Baqiya yabqa qilib qoldi degan gap. Baqa'uka bo'lsa, sizning qilib qilishingiz bu yerda ta'tilda siz uchun yaxshi. Qaraydigan bo'lsak, endi buni masdar muavval qanday o'zgartamiz? Fe'l mudorining oldiga anni akirish orqali o'zgartamiz. Fe'l mudori 14 xil. 14 xilning qaysini oldiga akiramiz? Bu yerda xitobga qaraymiz. Xitob erlik bo'lsa, erlikka akiramiz. Xitob erlik, birlik bo'lsa, birlik. Demak, bu yerdagi xitob qanday bo'lsa, shuningga mos keladiganiga akiramiz. Baqa'ukada qilib qilishingiz ka. Bu yerda xitob ikkinchi shaxs erlik, birlik. Unda bo'lsa, bu yerda baqiya yabqa degan fe'lninki ikkinchi shaxs erlik, birlikning oldiga anni akiramiz. Nima bo'ladi? An tabqa huna fil utla ahsanu lak. An tabqa, ya'ni qilib qilishingiz bu yerda ta'tilda siz uchun yaxshi. Baqiya yabqa, an tabqa. İkincisi, sakanuna fil mahja' afdalu lana. Yataqda turishimiz biz uchun yaxshi, afzal. Yataqda turishimiz biz uchun yaxshi. Sakanuna. Unda bo'lsa, biz bu yerda sakana yaskunu degan fe'l mudorining oldiga anni kiramiz. U 14 xil turning qaysini oldiga anni kiramiz? Bu yerga xitob qaraymiz. Sakanuna bizning turishimiz. Unda bo'lsa bu mutakallim ko'plikkan. Unda bo'lsa biz fe'l mudorininki mutakallim ko'plikning oldiga anni kiramiz. Nima bo'ladi? An naskuna fil mahja'i afdalu lana. Yataqda turishimiz biz uchun afzal. Qala mudarrisul xat. Xat o'qituvchisi dedi, kitabatukum nisfa safhatin bi xattin jamil ahabbu ilayya min kitabatikum safahat bi xattin radi. Dedi, xat o'qituvchisi, kitabatukum sizlarning yozishinglar yerim bat chiroyli xat bilan ahabbu ilayya suyumlikroq menga sizlarning yozishinglardan sat xat bilan nurg'un bat. Chiroyli xat bilan yerim bat yozgan xatinglar sat xat bilan nurg'un bat yozgan xatinglardan menga suyumlik deydi. Unda bo'lsa, kitabatukum yozishinglar. Endi biz kataba yaktubu degan fe'l mudori'ninki. Yaktubu degan fe'l mudori'ning oldiga anna kiramiz. Qaysi xil turning oldiga kiramiz? G'oyibningmi, muxotabningmi, mutakallimningmi, birlikningmi, ko'plikningmi, erlikningmi, ayollikningmi? Bu yerdagi xitob qaraymiz. Kitabatukum sizlarning yozishinglar köplük, muhatap, köplük, erlikken. Onda olsa ikinci şahıs, yani muhatap, erlik, köplükten aldığı kiremiz. Yektubudaki. Onda olsa tektubu ne oldu? Tektubu ne'nin aldığı enne kirsek, ahirki nunu kanda kıldı, çüp gidiyordu. En tektubu nisfa sabhatin bi khattin cemil ahabbu ileyye min en tektubu safahatin bi khattin radi. Bana şunun koşuş. Dördüncüsü, ma taqdirul masdarul muavval fi qavlihi ta'ala fi suratul Baqara. Allah Ta'ala'nınki Sur Baqara'daki sözdeki masdar muavvalning taqdiri nima? Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Kechirishinglar taqvolikqa yaqin deydi. Wa an ta'fu. Endi bu yerda bizga masdar muavvalni berdi. Endi buningki masdar sarihan topamiz. Ya'ni taqdir qilib topamiz. Qanday topamiz? Afa ya'funinki masdarini topamiz. Afa ya'buning masdari afun chiqadi deydi. Unda bo'lsa, kechirishinglar demoqchi bo'lsak, an ta'fu bu muxotab erlik ko'plikkan. Unda bo'lsa biz masdarning oxiriga muxotab erlik ko'plikninki domirisini qo'shib desak bo'ladi. Ya'ni afvukum aqrabu lit-taqwa. Afvukum aqrabu lit-taqwa. Sizlarning kechirishinglar taqvolikqa yaqin. Beşincisi, emsile yukarıdaki misallarını düşüngen bolsanız sizlerge topşuruq. Hati thalathata emsileten lil cümletil ismiyye. Cümle ismiyye'ge 3 misal keltirsizlar. 3 tane cümle tuzsizlar. Çoxum bu cümle qanday bo'lishi kerak? Cümle ismiyye bo'lishi kerak. Uning 5'ida ahrufun mushabbihatun bil fi'l. Çoxum bu cümle ismiyye mushabbihatun bil fi'llarning degan harflarning biri bilan boshlangan bo'lishi kerak. Ya'ni fe'lga o'xshab ketadigan harflarning biri bilan. O qaysi? Inna, annaka, anna, lakinna, layt, la'alla. Mushu harflarning biri bilan boshlangan bo'lishi kerak. Mushundaq jumladan 3 ni tuzsizlar.
Oltinchisi jumla fi'liyaga 3 misol keltirsizlar. Uning beshida cho'qim nima bo'lishi kerak? Fe'l tam bo'lishi kerak. Fe'l naqis bo'lmay, ya'ni kana va uning qarindoshlari bo'lmay, cho'qim o'lchamlik tam fe'l bo'lishi kerak. Bu masalaga topshiriq. Yettinchisi hati thalathata amsalatan lil jumlatil fi'liyya sadruha af'alun naqisa. Jumla fi'liyaga 3 misol keltiring. Uning beshida cho'qim nima bo'lsin? Fe'l naqis bo'lsin. Yuqorqida cho'qim fe'l tam bo'lsin. Bu 7-chisida fe'l naqis bo'lsin. Demak 9 jumla sizlarga ketdi. Bu sizlarga topshiriq. 3-chinchisi tafiqa yaf'alu kaza deydi. Tafiqa yaf'alu kaza. Ja'ala yaf'alu kaza. Biz buni tushuntirgan tafiqa va ja'ala af'alu shuru' boshlash fe'llarining qatoridan. Akhadha yaf'alu kaza, ya'ni shara'a bi fi'li. U ishni qilishni boshlaydi degan gap deydi. Shara'a degan boshlaydi degan gap. U harakatni qilishni boshlaydi degan gap. Hadihi al-af'alu thalatha, ya'ni ikkin so'zliq darasidan burun. Bu yerda yana birini qo'shib qo'ydi. Tafiqa, ja'ala, akhadha. Akhadha mu boshladi degan ma'nosi va oldi degan ma'nosini o'rgandik. Biz daqa boshladi degan ma'nosini o'rganmagan. Bugun akhadaning boshladi degan ma'nosini o'rgandik. Ja'alaniki biz qildi degan ma'nosini o'rgangan. Harakatni qildi shundaqo. Endi biz bugun buningki boshladi degan ma'nosini o'rgandik. Endi bu 3 fe'llar, ya'ni tafiqa, ja'ala, akhada degan bu 3 fe'llar kanining amalini qiladi. Ya'ni ismisini pesh, xabarini zivar qiladi. İlla lekin anna xabaraha uning xabari yajibu an yakuna jumlatan fi'liyya, fi'luha mudari. Cho'qim uning xabari yajibu degan gap kerak degan gap, kerak. Shu uningki xabari jumla fi'liyya bo'lishi kerak. Jumla fi'liyya bo'lishi kerak. Shundaqla u fe'l qanday fe'l bo'lishi kerak? Mudari bo'lishi kerak. Demak, uning xabari fi'l mudari kelishi kerak deymiz. Masalan, tekstda chiqdi shundaqo. Va tafiqu yataharrakun, ya'ni yataharrakun fi'l mudari keldi. Adkhil kulli fi'lin min hadhihi al-af'al fi jumlatin mufida. Bu fe'llardan hamma fe'lni foydali jumlaga kirgizing deydi. Yuqoridagi af'al shuru' ya'ni tafiqa, ja'ala, akhada har biriga birdan jumla tuzlar bo'lsalarga topshiriq. To'rtinchisi, tuandagi fe'llarning mudorisini keltiring. Taharraka harakatlandi, medirladi degan gap. Abitha foydasiz ish qildi, unumsiz ish qildi degan gap. Saima zirikdi, rayyandi, ko'ngli so'g'di degan ma'noda. Unda bo'lsa arkadaşlar bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.